Alhamdulillahi Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Alloh jalla jalaluh bizani yer yuziga butun mahluqotlar orasida, butun yaratqilar orasida Hazrati inson qilib yaratganiga behisob shukronalik bo'lsin va islomiyatda xalq qilgani uchun va payg'ambarlarning eng oxirgisi, eng mukammali Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga ummat qilgani uchun tinimsiz hamd va sanolarimiz bo'lsin. Haqiqiy ishq va eng pokiza ishq, eng mukammal ishq bu Allohga bo'lgan ishq bo'lishi kerak. Qalbimizdagi eng avvalambor Allohga bo'lgan muhabbatimiz joy olishi kerak. Chunki Alloh yer yuzida, insoniyat ichida, shuncha milliardlar ichida bizni tanlab, islom xilqatida yaratdi, tanlab olindik va sevgili payg'ambari Allohning ishqiga loyiq bo'lgan payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ummat bo'ldik. Buyuk ishqni Alloh shu zotga bergandan keyin, payg'ambarimizdek zotga sallallohu alayhi vasallamga bergandan keyin albatta Allohga oshiq bo'lamiz. Ishqimizni eng buyugi Allohga bo'ladi. Va albatta Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ham sevamiz, chunki u zot bizga ibratli, u zot bizning yo'lboshchimizlar, u zot sevgili zotlar, insoniyat ichida eng azizi va eng mukarramilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ravzalariga o'tgan yili bordim. Albatta hayajon, ba'zi narsalarni so'z bilan yetkazib bo'lmaydi. Shunaqangi vaqtingizni qizg'anasizki, xuddi hozir yana samolyot keladida, yana o'tirib orqaga qaytib ketasiz, gapiradigan gaplaringizni gapirishga ulgura olmaysiz. Shunaqa hayajonda bo'lasiz. U yerda ham Allohning juda ko'p mo'jizalarini ko'rdim. Ravzaga kiraman, lekin kirolmasam kerak, shuncha odam, lekin mayli bismillah, Alloh o'zing bilasan, qalbimdagini kiraman deb kelganman, ko'raman deb kelganman. So'tdagi yo'llarning ochilishi, sizni yeteklab olib kirib ketadiganlar yoningizda bo'lishi, ikki rakat namozingiz uchun joylar ochilishi, borib kelgan insonlar bilishadi. Mana hattoki qadam bosishga zo'rg'a joy topasizda ichkariga kirganingizda. Va masjidlarda, o'sha namozlarda alhamdulillah o'qish nasib bo'ldi. Men keldim ya Rasululloh deysiz. Gapirgingiz keladi, lekin tilingiz gapira olmaydi, qalbingiz gapiradi. Qalbingiz bilan muomala qilasiz va qalbingiz bilan Rasululloh bilan gaplashasiz va undagi bir topilgan huzur, halovat, undagi bir rohat hech qaysi bitta joyda topilmasa kerak deb o'ylayman-da. Juda ham bir chiroyli holat. Yana qayta borish nasib etsin, bormaganlarga borish nasib etsin inshaalloh. Sallu ala nuril huda Muhammada Sallu ala nuril huda Muhammada Shawqi lahu faqal mada Muhammad. Inson katta bo'lgan sari tafakkurda o'ylashni boshlar ekan. Nimaga keldik? Asli maqsadimiz nima? Yoki nimaga keldik-ku, nimaga o'lib ketamiz? Maktabda o'qigan paytlarim shu 2-3 sinflarda bo'lsam kerak. Maktabdan uyga kelguncha endi mana katta bo'lamiz, sinfdan sinfga o'tamiz, endi katta bo'lamiz u biz ham o'lamiz. Nimaga unda tug'ildik? Nimaga dunyoga keldik? Agarda odam tug'ilib yana o'lib ketsa, demak yerga kirganimizdan keyin yana qanaqadir hayot bor, demak nimadir yana bor degan narsa xayolimdan o'tardi. Keyin odamlar oyimgilarni ko'rgani borsak, soqollarini silab yoki yonlarida o'tirsak, gaplariga, suhbatlariga yaxshi gaplar gapirib berishardi. Bunaqa qilmagin, bunaqa qilgin, urushmagin, hech qachon so'kmanglar, yomon og'zingizdan yomon so'zlar chiqmasin, og'zinglar harom bo'ladi degan tarbiyaviy nimalar qilishganda, og'zimiz harom bo'lar ekan, yomon gap gapirmasligimiz kerak ekan degan tarbiyalandikda, endi o'sha kattalardan shuni oldik. Juda ham ilmli insonlarni oilasida katta bo'lmasakda, bizga o'sha halolni, haromni, haqiqatni, asli mohiyatini, tubini anglatib, ibodatni go'zalligini o'zligida ibrat qilib ko'rsatib ketishdi. Bir vali insondan so'rashgan ekan. Alhamdulillah degan har doim deyilganini eshitdim va har bir holimga alhamdulillah deyishni boshladim. Alhamdulillah degan sarim bildimki,
alhamdulillah kamlik qilyapti va qaysi biri Allohning ne'matiga qanday qilib alhamdulillahni yetkazaman. Yurganim, turganim, har bir nafas olganim, har bir ko'zimni ochib yumganim, har bir yutinganim, har bir soniya daqiqamga alhamdulillah deyishim kerak ekan-ku. Hali yetkazolmayapman, ulgurolmayapman. Qanday qilay alhamdulillahni deb aytilganda, hali vali inson aytgan ekanlarki, aslida siz alhamdulillah deya olayotganingizga ham ketidan yana bitta alhamdulillah degan ekanlar. Shunga o'xshab alhamdulillah bu kunlarga Alloh yetkazganiga. Avvalambor alhamdulillah o'zini tanitganiga. Alhamdulillah har bitta bosib o'tgan hayotim pog'onalariga, har bitta kunlariga, har bir daqiqalariga Allohim o'zini huzuridan nozil qilgan, qiyomatgacha o'z muhofazasida saqlagan, o'zini haq bo'lgan kalomini o'qittirib, o'rgatib, bildirib, uni ma'nolarini anglatib qo'yganiga, alhamdulillah ibodatlarga qoyil qilib qo'yganiga, alhamdulillah o'zini tanitib rasuliga ummat qilib qo'yganiga va shu dinda xalq qilganiga, bu dunyoga keltirganiga, islomda yashatganiga, alhamdulillah Allohni tanigan insonlarning oilasida dunyoga kelganimga, alhamdulillah onam borliklarga, ular ham halol bilan bizani boqdilar, katta qildilar, duolarini olish nasib bo'layotganiga. Armon shu kungacha o'zimga shu savolni berdim. Armoning bormi degan savolni berdim. Keyin javobni ham o'zimga aytdimki, taqdirni Allohdanligiga iymon keltirdik va yaxshilik ham Allohdan ekanligiga va yomonlik ham Allohdan ekanligiga. O'lim ham Allohdan ekanligiga va qayta tirilishimiz ham Allohdan ekanligiga iymon keltirganimdan keyin men bu dunyoda hech qanaqa armonim yo'q deb bilaman. Va har bir kunimga shukr etaman, chunki sog'man, yuribman. O'zimga o'zimni Alloh taolo xizmat qildirib qo'ydi. Alhamdulillah halol kasbim bor. Shu bilan shu kungacha yashab kelyapman, Allohga behisob shukr. Va haqiqatan hayotim tep-tekis o'tmadi. Bolaligimdan desa ham bo'ladi. O'ziga yarasha sinovlar bo'ldi. Og'ir sinovlar demaylik, sinovlar bo'ldi. Bir insonga beriladigan sinovlar bo'ldi. Bilasizmi, vaqti kelib buni tagida shunaqa chiroyli hikmatlar yotganligini bilib, o'sha kunlarim uchun, o'sha berilgan qiyinchiliklar, mashaqqatlar va o'sha sinovlar uchun Allohga cheksiz hamd sanolar deyman. Chunki Alloh taolo insonga sinovlar berar ekan, endi mana tushunib yetyapmanki, o'sha berilgan sinov bilan Alloh o'ziga yaqin qilar ekan insonni. Chunki hamma narsa tekis bo'lsa, hayotimiz go'zal bo'lsa, xohlaganimiz oldimizga kelsa, xohlaganimizga qo'limiz yetsa, biz Allohni tanimagan bo'lardik. Shunaqa deb o'zim ichimdan o'tgan gaplarni aytaman-da, o'zim hayotim davomida tafakkurda, o'ylab, go'da shunaqa deb o'ylaymanki, Allohim bugungi kungacha kelganimda boshimdan o'tkazgan har bir kunlarimga o'zingga shukronalar bo'lsin. Ho u qiyinchilik bo'lsin, ho yaxshilik, xursandchiliklar bo'lsin, har birida o'zingni tanitgansan. Dardli odamni dardi uni gunohiga kafforat bo'lar ekan-da, o'sha og'riqlar bilan ham Alloh taolo uni gunohini yuvib turar ekan, kafforat ekan. Va o'sha musibat berganda yo bir hayotiga qiyinchilik berganda, u kasallik bo'lsin, yo hayotingiz taqdiringizda bir narsa bo'lsin, o'xshamagan ish bo'lsin, yo boshqalar bo'lsin, unga yuzlanishingizni xohlar ekan. Bu bir chaqiriq ekan. Chaqirar ekan Allohki, menga yuzlan. O'ngga, chapga qarab yugurma. Menga yuzlan. Men uni chiqish yo'lini beraman. Dardi shifosi ham meni qo'limda, musibatingdan ham chiqish yo'li meni qo'limda. Ya'ni o'ziga chaqirgan ekan. O'shanchidan bundan xursand bo'lish kerak ekanki, shuni o'ylaymanki, Alloh o'zingga behisob shukr. Shular bo'lmaganda men qatta edim. Seni balki tanimagan bo'lardim, balki sendan yiroq bo'lardim, uzoq bo'lardim. Hozir Allohga behisob shukr o'zi bildirganiga. Hozirgacha hanuzgacha eshitganman yaxshi ko'rgan kasbim. Va vaqt kelardiki, shu farzandlarim bilan o'zim yolg'iz qolganimda, tunlari bedor qolib, ishga paytlarim bo'lgan, zakazlar olardim, o'sha paytlar tirikchiligim bo'lgan. Shunaqa paytda go'da shunaqa charchab ketganimdan qachon mana o'tiraman boshqa ayollarga, ba'zi ayollarga o'xshab, faqat ovqat qilib
uy bekasi bo'lib qachongacha ish tikaman, shunaqa kunlar bo'lardi. Tuni bilan tikib chiqardim ertalabgacha. Shunaqa payt qachon tugarkan bu narsa, nimaga men bunaqaman, nimaga men qachongacha boqish bilan, pul topish bilan degan narsalar o'tardi. Bir hadisga ko'zim tushdiki, bu ham menga bir bildirish bo'ldi. Hazratimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf Hadis va hayot kitoblarining 25-juzida Nubuvat xonadoni xonimlarida bir kun shuna chiroyli bitta hadis o'qib qoldim-da. Shu hadisni o'qiganimdan keyin, ishonasizmi, hozir kim ishlasa, charchadim desa, men bu ish qilyapman, biz ham qachon ayollarga o'xshab degan narsalarni eshitib qolsam, darrov shu hadis aytaman. Chunki o'sha hadis meni ichimdagi tug'yonimni shunda bosib qo'ygan. Shunaqa chiroyli aytiladiki, Oysha onamizdan rivoyat qilinadi. Ey ayollar jamoasi deb aytiladi. Ey qo'llari mehnatdan qabarib ketgan, o'sha endi qado bo'lib, mehnatdan qabarib ketgan ayollar, sizlarga bir xush xabar aytaymi deb kelar ekanda o'sha yerda. Chunki Oysha onamiz o'sha erlariga yordam qilgan, pul topishida, farzandlarni boqishida, uni kiyintirishida, yedirib ichirishda o'sha oilaga hissasini qo'shgan. Ey ayollar deb gapirilgan ekan. Bu mehnatlaringlarni evaziga Alloh taolo sizlarga oxirat diyorida tayyorlab qo'ygan mukofotlarini bilsanglar edi, sizlar tinim bilmasdan ertoy kech mehnat qilgan bo'lardinglar degan ekanlar. Va oxirat diyorida sizlar jannat sayyidalari bilan birga, avliyolar, azizlar, payg'ambarlarni ayollari bilan birga bo'lasizlar degan chiroyli bir xabar aytgan ekanlar-da. O'shandan keyin men aytdim, men eshitishim kerak bo'lgan narsani Alloh menga o'qitding. Alhamdulillah. Ko'zimda nurim bor ekan, belimda quvvatim bor ekan, men bu ishimni davom ettiraman. Senga behisob shukr dedim. Ilohim har bitta mo'minni qalbida Allohga bo'lgan ishq josin. Yolg'iz qolganimda ham, yonimda hech kimim bo'lmaganda ham meni tark etmaydigan zotsan. Yonimdasan. Va shu narsalar menga kuch beradi. Buni his qilib yashashga harakat qilaman. Alhamdulillah. أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك.